Uyda notinchlik bo'lar ekan, erkak aybdor. Biz aybdor, bilib qo'yinglar, ayol aybdor emas. Chunki ayol gapiraveradi. Ojiza bir nima. Biz siyosat qilishni o'rgan. Birinchidan tilimiz shirin bo'lish kerak. So'kish degan narsani. Mana namozga kelganlar so'kiladi. Astag'firulloh. So'kish jukunikku. Faxriddin Roziyning tafsirlarida o'zim o'qidim. Hadisda, sahih hadis. Kim bir odamni san palonsan deb so'ksa, qiyomat kunida uzr so'ramasa, qiyomat kunida 80 darra olov bilan uriladi. Olov bilan. 10 tasini so'kkan bo'lsa 800 darra urilaveradi. Namoz o'qigan bo'lsa ham so'kkani uchun. Og'izdan chiqayotgan gapga odam mas'ul, nima deyapsiz axir? So'kishlar bay. Men ishda yuraman deb urishganga, voy. Xotinni shuna, xotin o'zingni nikohlab olgan xotiningni shunaqa so'kasan. Qanaqa insonmisan sen? Uyda notinchlik bo'lar ekan, erkak aybdor. Biz aybdor, bilib qo'yinglar, ayol aybdor emas. Chunki ayol gapiraveradi. Ojiza bir nima.